hozir vafot etib qolsangiz sizdan nima qoladi deyapti. Aynan shu savolni bergan inson juda ham ongi past, manqurt farosati saviyasi yo'q inson deb bilaman. Mana shu fahshni yoyilishligida hamma bir xil gunoh bor. Kontent tayyorlaganlar, like bosganlar, kommentariy yozganlar, podelitsa qilganlar hammasi Alloh taoloning mana shu oyatiga tushadi. Dunyo yaralgandan beri 124 mingdan ortiq payg'ambar kelganda, shu insonlarni haqqa chaqirish uchun, yaxshilikka chaqirish uchun, yomonlikdan qaytarish uchun. Mana shu 124 mingdan ortiq payg'ambarlar hammasi aytgan bitta gap bor ekan. Hammasi aytgan ekan. Nima degan ular? Uyalmasang bilganingni qil degan. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda bir narsani ko'p ko'ryapman. Ya'ni yosh yigitlar, qizlar, bolalar qo'liga bir mikrofon ushlab oladi-da, ko'cha-ko'yda uchragan, duch kelgan odamga turli xil savollar beryapti. Ba'zilari bir tiyinga qimmat, dunyo uchun, oxirat uchun, biror bir jamiyat uchun foydasiz savollarda, ilmsizligidan yoki bir farosatsizligidan. Shulardan bittasini kecha ko'rib qoldim. Bir yosh yigit mikrofon ushlab yuribdi-da, yoshi 60lardan o'tgan bir amakini yoniga boryapti-da, savol beryapti. Savolga qarang. Hozir vafot etib qolsangiz, sizdan nima qoladi deyapti. Amaki g'alati bo'lib qoldi. Yuzi o'zgargani siraz bilinadi-da, yuzi o'zgargani bilinadi-da videoda. G'alati bo'lib qoldi. Aslida-chi bu savolni berish uchun inson eng manqurt, saviyasiz, farosatsiz bo'lish kerak-da. Chunki hozir vafot etib qolsang, sendan nima qoladi degan savol bandaga beradigan savol emas. Har bir banda o'ziga beradigan savol. Sen kimsan? Hali umring 40 ga yetmagan, yoshing 30 ga yetmagan, 60 yoshdan o'tgan bir amakini yoniga borib, hozir vafot etib qolsangiz sizdan nima qoladi deb savol berishga nima haqqing bor? Qanday vakolating bor? U ham xuddi sen singari inson. Sen ham xuddi o'sha amaki singari insonsan. Vaholanki u sen ko'rmagan narsani ko'rdi. Sen yashamagan umrni yashab o'tdi. Ozmi, ko'pmi yaxshiliklari bor, balki xatolari bordir. Xato hamma insonda bor. Lekin xatolar uchun, gunohlar uchun hisob so'raydigan zot bor-da. O'sha zot berish kerak. Ey bandam, hozir vafot etib qolsang nima qoladi degan savolni yaratgan tarafidan beriladigan savol bu. Bandaga berishi mumkin emas. Alloh biladi kim vaqtli ketadi. Balki u amaki yuziga kirib sen vafot etib ketib qolarsan. Undan ko'ra har bir inson o'zini taftish qilishi kerak. O'ziga beradigan savoli bo'lishi kerak. Hozir vafot etib qolsam, Xudo ko'rsatmasin, nima qoladi? Yaxshilik qolyaptimi orqamdan, yomonlik qolyaptimi? Savob qolyaptimi, gunoh qolyaptimi? Ijtimoiy tarmoqda behayolarcha qoldirgan narsalarim qolyaptimi yoki xalqqa, millatga, dinga foydali bir kontentim qolyaptimi? Inson o'ziga berish kerak. Boshqani taftish qilish uchun savol berilmaydi. Ayniqsa yaratgan tarafidan beriladigan savolda bu. Farosatsizlikning cho'qqisi. Savol bir narsani bilish uchun beriladi. Yoki o'zi bilsa ham jamiyatga bir foydasi tegadigan mavzuni qolganlarga ham yetkazishlik uchun beriladi. Nechta mashinangiz bor, nima ish qilasiz, birovni hayoti bilan nima ishing bor? Birorta bir blogerni ko'rmadimki, mana shu savol beradiganlari mana shu darajaga yetibsiz. Xalq ichida, insonlar ichida daraja topibsiz, martaba topibsiz, maqom topibsiz. Bu darajaga yetib kelishlik uchun qanday yo'llarni bosib o'tdingiz degan savolni berganini eshitmayapman. O'zingizdan keyingi avlodga yoki sizga qiziqadigan, sizni hurmat qiladigan, sizni hayotingizni o'ziga o'rnak qilmoqchi bo'lgan yoshlarga qanday nasihatlar qilasizki, siz qilgan qaysi xatoni qilmasliklarini ularga tavsiya qilasiz degan savollarni berish kerak. Ulamolar aytadilar-da, sen bandalardan namozingni o'qidingmi, ro'zangni tutdingmi, sadaqangni berdingmi degan savollarni berma. U savollarni beradigan Robbisi bor. Kerakli paytda so'rab oladi, hisob qilib oladi. Sen odamlardan so'raydigan narsang, birodar yoki do'stim, yurtdoshim, qorning to'qmi, usting butmi, qiynalmayapsanmi, ro'zg'oringda nima kamchilik? Mendan bir musulmon sifatida nima yordam?
qanday qilib seni ishlaringni yengillata olaman, qanday qilib muammolaringga yechim berishim mumkin, qanday qilib dardlaringni yengillatishim mumkin degan savollarni ber deydilar. Hozir vafot etib qolsangiz sizdan nima qoladi? Bu inson, aynan shu savolni bergan inson juda ham ongi past, manqurt, farosati, saviyasi yo'q inson deb bilaman. Shuning uchun mana shu ijtimoiy tarmoqda kontent qoldirayotganlar, insonlardan nimanidir so'rayotganlar ahamiyat bersinlar. Keyin fitnalarga sabab bo'ladigan, javobi aniq bo'lgan savollar ham berilmaydi. Bu yaxshi emas, bu mumkin emas, bu qaytarilgan. Javobini biladi. Nima deb javob berishini aniq biladida, kim haqidadir savol so'raydi. Falonchi haqida nima deysiz? Aynan shular fitna savol. O'zini yomon ko'rishini ham biladi, orasida nizo borligini ham biladi. Pistonchi haqida nima deysiz? Jurnalistlar bor-ku, mana shunaqangi savol javob o'tkazadiganlar, podkast tashkil qiladiganlar. Bu mumkin emas. Bu amaldan to'xtash kerak. Aslida insonlarning orasini isloh qilish dinimizda eng ko'p buyurilgan yaxshi amallardan biri. Chaqimchi jannatga kirmaydi deyshadi Nabiy alayhisalom. Chaqimchi aynan mana shular chaqimchi. Uni gapini internetga qo'yib bunga yetkazyapti, buni javobini internetga qo'yib unga yetkazyapti. Vaholanki din ming kilometr uzoqlikda bo'lsa ham arazlashib qolgan insonlarning oldiga borib, ularni yarashtirishga buyuradi. Mana bu narsalarga e'tibor qaratmasak bo'lmaydi. Yana bitta narsa shu joyda hayosizlikni targ'ib qiladiganlar ko'payib ketdi-da. Kontent uchun nimani bo'lsa olyapti. O'zini tarbiyasini, axloqini, ota-onasini bu uchun bergan tarbiyasini, odobini shu jamiyatga ko'rsatib qo'yyapti-da. Bu yaxshi emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi-da, iymon keltirgan bandalar ichida fahshni, buzuqlikni, uyatni yoyilishini yaxshi ko'radiganlar bor. Ana o'shalarga alamli azob bo'lsin, dunyoda ham, oxiratda ham. Bugun siz arzimagan prosmotr uchun nimanidir tayyorlayapsiz, qo'yyapsiz. Kimdir ko'ryapti, miyig'ida kulyapti-da, like bosyapti, tarqayapti. Sizga nasihat qilish ilinjida yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, komment yozyapti, yana tarqayapti. Mana buni ko'rib qo'y, demoqchi bo'lib kimgadir jo'natyapti, u ham tarqayapti. Mana shu fahshni yoyilishligida hamma bir xil gunohkor. Kontent tayyorlaganlar, like bosganlar, kommentariy yozganlar, podelitsa qilganlar hammasi Alloh taoloning mana shu oyatiga tushadi. Bular uchun alamli azob bor. O'ylamasinlar, qolib ketadi, ertaga tavba qilib olaman. Mayli, tavba qilib olarsan, Xudo insof berar. Lekin ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan narsa vafotingdan keyin ham qolaveradi. Eng alam qiladigani shu-da, gohida tavba qilasan, tazarru qilasan, pushaymon bo'lasan, lekin u tarqab ketib bo'ldi. Uni butun tarmoqdan o'chirish imkoniyati yo'q. Ulamolar aytadilar, o'zi vafot etgandan keyin gunohlari ham o'zi bilan birga vafot etadigan bandaga jannat bo'lsin deydilar. O'zi bir gunoh ish chiqib turuvdi, o'lib qoldi, vafot etib qoldi, endi gunoh ish qila olmaydi. Bo'ldi, gunohi ham to'xtadi. Unga jannat bo'lsin. Endi o'zi vafot etgandan keyin ham gunohlari o'lmaydigan bandaga do'zax bo'lsin deydilar. O'zing vafot etib qolarsan bir kun. Balki tavba qilib qolarsan, lekin ijtimoiy tarmoqqa joylab ketgan axloqsizliging, fahshing, uyatsizliging o'sha vafot etgandan keyin ham to'xtamaydi. Qancha odam ko'rsa, qancha odam bir-biriga yuborsa, qancha odam izoh yozsa, hammasini gunohidan borib turaveradi. O'zini axloqsizligi bilan, fahshi bilan maqtanadiganlarga biz eslatma qilamiz. Aytiladi-da, hadislarda aytiladi. Alloh taolo qaysi bir bandani halok qilmoqchi bo'lsa, undan hayoni ko'tarib qo'yadi deyiladi. Uyalmayapsanmi bugun? Allohdan uyalmayapsanmi? Ota-ona, yaqinlar, do'sti birodarlar, jamiyatdan uyalmayapsanmi? Millatdan uyalmayapsanmi?
Xudoni xor qilgani shu aslida. Alloh xor qilishi bir narsalar bo'lib ketishi emas, o'z holingga tashlab qo'yishini o'zi kifoya, xorligingga yetadi. Dunyo yaralgandan beri 124 mingdan ortiq payg'ambar kelganda, shu insonlarni haqqa chaqirish uchun, yaxshilikka chaqirish uchun, yomonlikdan qaytarish uchun. Mana shu 124 mingdan ortiq payg'ambarlar hammasi aytgan bitta gap bor ekan. Hammasi aytgan ekan. Nima degan ular? Uyalmasang bilganingni qil degan. Ko'ryapsizmi? Uyalmaysanmi? Yaratganingdan uyalmaysanmi? Na xoliqdan, na maxluqdan uyalmaysanmi? Bilganingni qil. Senga boshqa gap foyda keltirmaydi. Boshqa gap befoyda, gapirishning foydasi yo'q. Baribir javob berasan. Ijtimoiy tarmoq yaxshi narsa. Insonning foydasiga ham, zarariga ham hujjat bo'ladi-da bu. To'g'ri foydalansak savob, noto'g'ri foydalansak Xudo ko'rsatmasin gunoh bo'lib, amalimizga, amal daftarimizga yozilib boraveradi. Xudo hammamizga insof bersin. O'zingizga yaxshi ko'rgan, yaqinlaringizga yaxshi ko'rgan ma'lumotlarni ko'rib, tomosha qilib, boshqalarga ham yetib borishini istasangiz, yaxshi niyatda ochilgan bu kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Bizdan ham sadaqa-i joriya bo'lsin, sizdan ham sadaqa-i joriya bo'lsin. Robbimiz faqatgina foydamizga hujjat bo'ladigan narsalarni yetkazishlikni, eshitishlikni nasib qilsin.